Mamlakatimizda istiqlol sharovati bilan tuman markazidan 50-60 kilometr olisda joylashgan Markaziy Farg'ona cho'llari bag'ridagi ta'lim-tarbiya maskanlari ham o'zgacha chiroy ochmoqda. Buni biz Nargizaxon Hamdamova direktorlik qilayotgan 37-maktabgacha ta'lim tashkiloti misolida ko'ra oldik. Bir paytlar sho'r, qaqrab yotgan yerlar hozirda jannat makoni go'shaga aylangan. Yozgi suhbatgohlar, har xil bolalar uchun attraksionlar, shu yerda tarbiyalanayotgan kichkintoylar ixtiyorida. Dargohda ertamiz egalari uchun malakali tarbiyachi enagalar muntazam mashg'ulotlar o'tkazib, bolajonlar dunyoqarashini oshirmoqdalar. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 9-sentyabr kuni video selektor bo'lib o'tdi. Ushbu video selektor davomida ta'lim sifatiga katta e'tibor qaratilish lozimligi belgilandi. Biz bundan ilhomlanib, Farg'ona viloyati Rishton tumani maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlarida mahorat soatlari tashkillandi. Bu mahorat soatlarida tashkilotimizning tarbiyachilari qatnashdi va bu mahorat soatlarida o'zlariga kerakli bilimlarni olib, tashkilotimizda bolajonlariga bilimlarni berib kelishmoqda. Tarbiyachilarimiz treninglar o'tkazishdi va bundan maqsadimiz tarbiyachilarni ta'lim sifatini shakllantirishini oshirish va tarbiyachilarning mahoratini, kompensatsiyalarini yuksak darajaga ko'tarishi maqsad qilingan. Rahbar oqil va dono, shuningdek adolatli bo'lsa, o'sha yerda ish koeffitsiyenti unumli va foydali bo'ladi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkiloti yil sayin ko'rkiramoqda. Rahbarimiz Nargiza Hamdamova juda ham adolatli, mehribon, adolatli rahbar. U bizni vaqtga qo'llab-quvvatlaydi, o'z opamizdek bo'lib qolishgan, bizni qo'llab-quvvatlaydi har qadamda, faoliyatlarimizda har tomonlama o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Adolatli rahbar. Juda ham hurmat qilaman men u insonga. Boshqa hamkasblarimiz bilan ham jamoada birdamlikda, inoq bo'lishimizga shu inson ancha hissasini qo'shgan kelgandan beri juda ham jamoamiz boshqacha bir ahil inoq bo'ldik. Bilim taraflama, ta'lim sifatiga ham juda ham kuchli e'tibor beradi, talabchan. O'rni kelganda juda ham talab qiladi. Hamma narsani o'rnida talab qiladi. Vaqt kelganda qo'llab-quvvatlaydi ham. Adolatli rahbar, juda ham hurmat qilaman men insonga. Markaziy Farg'ona cho'llari bu yerda ishlashning o'zida katta matonat ham, jasorat ham talab qilinadi. 37-maktabgacha ta'lim tashkilotining hamjihat kollektiviga omadlar tilab, Yangiyo'l qishlog'ini tark etdik. Sherzod Sidiqov, Yunus Ali Meliboyev, Asrojon Tolibjonov maxsus tuman hokimligi axborot xizmati uchun Markaziy Farg'ona cho'llaridan